Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugungi dersda biz jim harfi bilan tanışıp ketirbiz. Jim harfi bizning yumshoq harflardan. J, G, Ju deb o'qila. Bizdagi tatar tilida J harfi bor, bet azrakkina endi shunga o'xshagan. J, G, Ju. Endi o'qib ketirbiz so'zlarin. Jam, jar, jin. Jin endi agarda nunni tashdidlatib ikki nun harfi bilan aytsak, jin deb ul jin deb tarjima etiladi. Zariyat surasida da bor. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men kishilarni ham jinlarni bari menga ibodat qilsinlar ishingina borliqqa keltirdim deydi. Ya'ni jin. Qur'onda bizning o'sha jin harfini ishratamiz ekan. Aning ma'nosi o'sha tarjimasini jin degan ma'noga jab Jul, Jabalu. Jabal ul tog' degan so'z endi. Hadislarda da keladi. Uhud tog'i, Jabalul Uhud deb endi. Jamalu, Jamal ul diya degan so'z. Ajru, ajru ul ajr savob. Savobni, ajrni aytamiz, aytmas. Shunday endi arabcha ajr deb bo'ladi. Fajru, fajr ul ertangi ertangi namoz. Arab tilida fajr deb ataladi. Fajr ul ertangi o'sha yoq endi. Jawhar, jawharu, jawhar u qiymatli tosh, dragocenный камни deb aytamiz. Mana shu jawhar. Jawrabu, jawrab u oyoq bosh, noski. Tajawraba, yatajawrabu, istajlaba, yastajlibu. Tamam, bir o'qib chiqamiz. Ja, ji, ju. Jam, jar, jin, jab, jul, jabalu, jamalu, ajru, fajru, jawharu, jawrabu, tajawraba, yatajawrabu, istajlaba, yastajlibu. Hozir bizning yozilishini qarab ketarmiz. Jim harfi bizning o'zigina mana shunday ravishda yoziladi. Bunda qo'shimcha yozib. Hozir bunda yoziq. O'zigina jim harfi shunday yoziladi. Hozir boshida nechik yoziladi qarormiz. Mana bu boshida bo'ldi. Hozir o'rtasida bunday yo'l keladi. Ko'tariladi, hammanda yolg'ib ketadi. Jim bo'ldi. O'rtada. Hozir oxirida so'zning hayni butun tutashtirib yozib qaraymiz. Boshida, o'rtasida, oxirida. Endi masalan J, G, Ju. Hayni so'zlar bilan yozib qaraymiz. Masalan, biz oldik tov. Nechik yoziladi tov? Jabalu. Tov. Shundan so'ng ajr savobni yozib qo'yg'ali, eng muhim narsa. Ajru. Shundan so'ng ayda qiymatli toshlarni yozib qo'yg'ali. Javhar o'ymi? Javharu qiymatli tosh. Shundan so'ng diyani yozib qo'yaylik. Jamal. Jamalu diya. Shulay aytib endi bizga harflarni yozib qo'lni ko'niktirga kerak ham endi shulay
күп итеп укырга да кирәк. Менә бүгенге өйрәнгән җим хәрефен инде ким дигәндә 10 тапкыр укып чыгарга кирәк. Һәм шушы хәрефләрне дә инде бер биткә күп итеп язарга кирәк. Ким дигәндә 3-шәр юл инде. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.